kecha oqshom falakda oy o'zari otganda ruhimda bir ma'yuslik, sokinlik uyg'otganda Zuhro yulduz miltirab xira xanda otganda man sana esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga tortdim birinchi muhabbatim. Assalomu alaykum. Biz ham bugun eslab xayolga tolyapmiz. Chunki bu inson tirik chog'idayoq xalqning mehr muhabbatiga sazovor bo'lgan, xalq yig'lasa yig'lab, kulsa kulgan, chinakam xalqchil aktyor edilar. Sahna ularning taqdiri, san'at esa ularning hayotiga aylangan edi allaqachon. Demak, bugun biz siz bilan xalqning sevimli aktyoriga aylangan va o'xshasa faqat o'ziga o'xshaydigan O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovni xotirlaymiz. Albatta studiyamizda ular bilan birga ijod qilgan insonlar, san'atimiz, teatr va kinomizning afsonalari o'tirishibdi. Dasturimizda xush ko'rdik. Xush kelibsizlar azizlarimiz. Keling, eng avvalo bo'lmasam hammamizni qalbimiz mana hozirgina Murod Rajabov o'qigan she'rni tinglab turib, qarangki bir tomchi yosh oqyapti. O'sha bir tomchi yoshni o'zi qachon paydo bo'ladi degan bir savolda, qachonki jigar ezilsagina ko'zdan yosh chiqar ekan. Lekin biz bugun ko'z yosh to'kmaymiz. Ularni faqat shirin xotirlar bilan, yaxshi bir hikoyalar bilan, tabassum bilan bir esga olsak, qanaqangi bir baxtli avlodsizlarda. Chunki insonni atrofidagi, uni o'ragan insonlarga ham juda ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Masalan, siz o'sha Hamza Umarovlarni, o'sha buyuk bir safga borib taqiladigan insonlar, G'ani Azamovlarni qarang. Qanchadan qancha Yoqub Ahmedovlarni, Razoq Hamrayevlarni ko'rgan avlodsizlar. Va men ayta olamanki, inson hattoki partnyori kimligi ham unga juda ham ahamiyatga ega bo'lsa kerakda. Aynan o'sha bir necha yaratgan obrazlaringiz ichida aynan Murod Rajabov bilan sizni juftligingiz, ishonasizmi, shaxsan o'zim xuddi bir bilib turibman. Televideniyani xodimiman, lekin haqiqiy hayotni ko'rganday ko'rganman-da masalan. Meni pensiyaga haydashmoqchi. Kim aytdi? Yo'q, hech kim aytgani yo'q. Hozir o'zim eshitdim. Voy, o'la gap o'yladingmi? Nega endi gap o'ylarkanman? Shunaqa bo'lib qoldi. San to'g'rida gap ketayotgani qatdan bila qolding? Ha, meni to'g'rimda gap ketdi. Men qarib qolganmishman. Meni o'rnimga boshqa, progressiv, yoshroq bo'lish kerak ekan. Bir jibla-jibonni endi o'tkazishmoqchi. Yoshlar egiluvchan bo'larmish. Bilaman ularni qanaqa egilishini. Menga qarab vaqma qilmagiresan bu. Menga qarab vaqma qilmagir, ko'p qaytiribkan-a. Sal o'zingni bosib olgin bundan. Shikoyat qilaman. Shikoyat qilaman, arz qilaman. Men ko'plik tajribaga egaman. Ya bo'ldi, ya. Eng yaxshisi haligi arizani berganda topshir shu ishingni. Bunday yoshlarga ham yo'l berish kerak. Sizni qamash kerak. Nima? Nimaga endi? Beparvoligingiz uchun. Voy. Men qara, bu yoshlarga yo'l berish kerak, bu yoshlar yili ularga imkoniyat yaratish kerak degan. Sen o'zing-ku. Ularni deb meni qurbon qilmoqchisiz. Lekin qurg'urlar rosa egiluvchan bo'ladi. Ham jaydari, ham xalqona tilni olib kirgan shu menimcha Murod Rajabov kinoga. Esimda yo'q ekan, qarang shu joy.
ishonasizmi, yarimni hammasini Murod o'zi o'ylab topgan. Ha. Mana shu kirib Improvizatsiya. kelishiyu va shu telefonni olib qo'yishiyu va ko'p gaplarni ham o'zi qo'shgan. Mana shu syomka jarayonida Murodni kuzatganman-da. Endi Murod ko'p kinoda o'ynardi, tajribasi nihoyatda baland edi, ko'p kinolarda o'ynab, men uncha ko'p o'ynamasdim, o'shaning uchun qarab kuzatardim. Shu syomka kelardi-da, mana shu parcha olinadi deyishardi, qo'limizga matn berardi. Murod, "Da bitta ber menga." Bunday qarab o'tirardi-da, keyin bitta hazil, gap, bu qo'shilardi ham, kuldirardi ham, lekin xayoli ketardi, ishlardi. Miyasi nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak. Keyin turib ketardi, yurardi, keyin tayyormisizlar? Men tayyorman derdi. Shu bilan keyin rejissyor bilan fikr olishardi-da, shu bilan keyin boshlardi. Kutilmaganda mana shu gap yo'q edi-da. Nima deydi? Yoshlar egiluvchi bo'ladi. O'sha o'zida kelganda bunga-da. Shunaqa pauzada yoki jim qarab turishda Murodga tengi yo'q edi va improvizatsiyaga. Bu improvizatsiya o'sha zahoti tug'ildi deb o'ylaysiz, lekin nazarimda buni vaqtliroq o'ylab qo'ygan. Bitta sahnamiz bor edi, hali kelin ko'radigan sahnamida gul taqib chiqish kerak edi. Gul yo'q edi o'zi. Yurdi-da, gul taqib chiqdi. Qalay dedi. Yaxshi dedim. Yarashib turibsan. Shunaqa bizda dedi. Keyin yana ketdi. Yana yurib qarasam, bu yoqqa ham gul taqib qo'ydi. Murod, nima qilasan? Qo'yaversan-chi. Ikkita gul yaxshi dedi, bittadan ko'ra. Shu bilan shu ikkita gul bilan o'ynadi-da. Bu yoki ikkalamizni sahnamizda ham, masalan, nima bo'lsa ham shu o'sha o'ylab topgan narsani o'sha sahnani boyitardi. O'sha paytda aytadi, Murod, sensiz kino yo'q-a? O'sha davrda shaxsiy kinolar ko'paygan paytda hamma kinoda Murod o'ynardi va tomoshabin yopirilardi va o'sha film o'zini o'zi oqlardi hamda. Murod, hadeb o'ynayverasanmi desam, qara, ataylab katta pul aytaman derdi. Jo'rtiga aytaman. Yo'q desin, to'la olmasin deb, bera olmaysan deb. O'zim ham jonimga tegdi desam, beramiz dedi. Voy yaramas, iflos nima qilaman endi o'ynashim kerak edi endi dirdim-da. Keyin shu bilan o'tirib, u bolalar bilardiki, Murod o'ynasa, o'sha shunaqangi chiroyli o'ynaydiki, shunaqangi obrazini yetarli qilib, kuldiradigan joylarni kuldirib, yig'laydigan joyda boyitadi butun ssenariyni. Bilishgani uchun ham shu narsaga borishardi-da va haqiqatdan ham birorta bir filmda shuncha o'tib ketadigan joyi yo'q-da. Kichkina rol bo'lsa ham voy yaramas dirdik-da. Jamshid akamlar ikkalamiz qaradik. Voy, qarang gul yedirdilar. Qarang dirdim. Qanaqa o'rganish kerak, bu maktab edi-da, Murod. Bu Alloh bergan unga nima deydi, iste'doddan tashqari bu fikrlaydigan aktyor edi. Ham adabiyotni ko'p o'qiydigan aktyor edi. Juda ko'p o'zini ustida ishlaydigan aktyorlardan edi. Bunaqa aktyorlar ko'p bo'lmaydi. Bitta narsani ushlab oladi, shu 3-4 xil bo'ldi. Ishlamaydi o'zini ustida. Murod doim o'zini ustida ishlardi. Va shu bilan ajralib turardi, shu bilan qiziq bo'lardi tomoshabinlarga. Chunki har bir teatrda, spektaklda ham ko'rganman. Ozgina partnyor ham bo'lganmiz, keyin teatrimizdan ketgan Qutlug'qonni yo'lchini o'ynagan edi u ham ozgina. O'shanda hayron qolganman. Teatrda ham o'zi teatrdan boshlangan. O'zi ko'p aktyorlar teatrda nima deydi, shakllanadi va teatr unga juda ko'p narsa beradi. Mahorat o'sha teatr oshiradi. U yig'ib oladi, keyin kinoda buni tashlash imkoni bo'ladi. O'shanda hayron qolganmiz, Jamshid akam ham aytganlar, "Guli, Murod zo'r aktyorda. Zo'r. Shundan faqat o'rganish kerak" derdi. Teatrda ham, kinoda ham shu asosiy stержен Murod Rajabovga qurilardi-da. Shu boshdagi o'sha ip, o'sha oxirgacha o'sha ipda qolardi shu inson. Saqlay olganda uni saqlay olish ham qiyin mahorat bu, Gavhar opa. Lekin shuni uddalagan insonda. Mana shu kinoda har bir epizodda narsa topganda, har bir kichkina o'sha Rixsapam onam o'ynagan Rixsapam, "Sen mamnaqasan" deb gapirganlarda gapi yo'q edi, o'zi yo'q edi. Sekin bunday chiqdi-da keyin. Ki shopir, qarang, mana shopir deydi. Men haydovchi, men yuraman-ku deb.
shunaqa bir ohanglar topardi, shunaqa o'zini dardini topardi o'shani. Lekin o'sha dard yig'lab emas, o'sha dardni kulgi orqali ham yetkazardi. Mana Isomat aka o'tiribdi, Temur xotinning o'zlari aytadilar, o'sha insonni dardini kulgi orqali yetkazish yana ham kuchliroq bo'ladi-da. Yig'i bilan ta'sirli bo'ladi, lekin kulgi orqali nihoyatda odamlarga qattiq ta'sir qiladi. Gavhar opa, Bitta yana narsa. Muhabbat. Endi shuncha erkaklarning ichida go'zal bo'lib o'tiribsiz. Siz juda aqlli ayolsiz, bilaman. Juda farosatli ayolsiz. Filologiyada Ozod Sharafuddinov, Omonali Madayevlar ustozlaringiz bo'lgan. Mana shu ko'rsatuvning nomi, qanaqa chiroyli nomlar, So'nmas yulduzlar kitobi ham yozgansiz, bilaman, o'qiganman o'sha kitobingizni. Nimaga unutmoq oson emas? Men xafa, to'xtang endi, men oxirgacha gapiray. Men xafa bo'ldim. Men aytdim, men muhabbatga yetaman. Xafa bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Nimaga unutmoq oson? Men unutishni xohlamayman. Xohlamayman. Odam unutish kerak emas. Odamki xotira bor ekan, odam tirik. Mana eslaymiz, mana Murodni esladik, u tirik, u o'lmagan. O'sha Antoine de Saint-Exupéryning zo'r gapi bor, spektaklda aytaman. Bizni yaqinlarimiz o'lmaydi. Ular faqat ko'rinmaydigan bo'lib qolishadi. San'atkor esa ko'rinadi ham, qarang. Nega unaqa nom qo'ydingiz? Unutmoq oson emas. Men xohlamayman unutishni. bo'ldi Gavhar opajon, savol berdingiz, men javob beraman. Aynan mana shunaqangi kreativ yondashishlarni juda ham yaxshi ko'raman. Qarang, inson o'ldi, o'chdi deydi-da. Bu bor gap bu. Qarang, qanchadan qancha insonlar o'tdi bu yorug' olamdan. Qanchadan qancha ulug'lar o'tishdi. Lekin mana shularni biz eslasakkina o'sha unutmoq oson emas deymiz-da biz. Qarang. Shu eslaganda inson tirik bo'ladi. U qachon inson chinakamiga o'ladi? Qachonki xalq, biz jurnalistlar ularni unutib qo'yganimizda ular unutiladi. Shuning uchun ham biz aynan endi unutayozgan shu muxlislarim orasida unutmoq oson emas deb qo'yamiz. Yana 3 nuqtasi ham bor. Gavhar opa, lekin yana bitta savol beraman, qarang. Murod Rajabovning shunaqangi bir so'z o'yini borki, Isomat aka, siz ham mana hammamiz hozir kulib o'tiramiz. Hey, o'ladi dedilar. Qarang, o'sha yo'q ssenariyda, men bilaman. Bu faqat Murod Rajabovga yarashadi-da, o'sha kinoga ham qurmagur. Xuddichi xotini bilan rol o'ynayotgandek-da. Xafa bo'lib qolmadingizmi? Ishlatmang unaqa so'zlarni deb. Yo'q, maza qilaman. Onlanib ketay degan gaplar ham bor edi. Murod bir shunaqangi bir nima deydi, odam o'ziga tortadigan kuchi bor edi. Aktyorda yoki hofizda, umuman san'atkorda agar tortish kuchi bo'lmasa, u hammasi bekor. odamlar qalbiga kira olmaydi. Murodda shu narsa. Unda chiroyli yigit bo'lsa ham mayli edi. Qarang, uni birov uchun balki uncha chiroyli emas, birov uchun chiroylidir, lekin bundoq qarasangiz jahannamda go'zal emas, lekin tortish kuchi nihoyatda kuch. Odam qarasa ko'zingiz o'zgingiz kelmaydi-da shu insondan. Mana shu san'atkordan. Buyukligi ham shunda deb bilaman. Albatta, albatta. Endi insonnichi aynan teatr, san'at va xalqning oldidagi insonlarda yaratgan Robbim boshqalarga nisbatan bir boshqacha qalb beradi, boshqacha bir fayz beradi-da. Bu haq gap bu. Ko'rsatuvlarni mana 30 yilga yaqin qilish jarayonida shuni bilamanki, har bitta ko'rsatuv egasiga o'xshaydi-da. Har bittasi egasiga o'xshaydi. Isomat aka, o'sha masalan Temur xotinni hozir olib qaraydigan bo'lsak, hattoki siz chiqazib yuborgan joylaringiz ham bo'lgan ekanda, iltimos sandan, so'kma buncha ko'p desalar, yana so'karkanlar, yana kirgandan keyin sen meni juda ham qiynayapsan desalar, menga qara, mana shu joylar uchun haq ko'radi degan ekanlarda, shunaqa to'g'rimi shu? To'g'ri. Haligi eshitilishi nomi to'g'risida ham bahs ketdi. Haqiqatda unutish oson emas-da. Men taxminan 58 yil bo'ldi tanishganimga. Haligacha ishonmayman oramizda yo'qligiga. Birinchi ko'rganimda yosh gvardiya teatrining ochilishiga kelib yurgan, kechqurun o'qirdi-da. Kunduz kuni kelib shu teatrga aralashib yuraverardi. Ergashmasa pay bir kun so'ragan, kim bu deb. Birinchi o'zidan o'zi kelib aralashib yurganda. Hani Hamza teatr yangi binoga ko'chgandan keyin biz eski binoga borganmiz. Hamma yo'lni artganmiz, boshqa qilganmiz. Hamma ustalar, chiroq ustalari bor, hammasi teatrdan birga ketgan. Hech kim yo'q. Chiroqni ham o'zimiz beramiz, haligi ovozni ham o'zimiz beramiz. Shunaqa paytda kelgan Murod teatrda birga ishlaganmiz, keyin kinolarda birga ko'p rollar o'ynadik. Endi arzimagan bir 2-3 yil farqimiz bor edi, xolos-da. Endi bir kuni Samadaga bitta narsa bor.
man sizga o'qishga beraman dedi. Nima ekan? O'qisam Temir xotinni pyesasini olib Sharof kelibdi menga. Boshbekov. Shu paytda Farg'ona teatrida qo'yishgan ekan. Men aytdim, "Voy, yaxshi zo'r narsa ekan" dedim. Haqiqatda o'sha paytda haligi Sovet davlatiga qarshi chiqib bu narsa aytish bu qahramonlik bo'lgan. O'zbek xalqida. Dardini ko'tarish juda qahramonlik bo'lgan. Men aytdim, "Bu yaxshi ekan" dedim, "Men olaman" desam, "Yo'q, bitta shartim bor, meni olasiz" dedi. Bosh rolga. Keyin o'ylab ko'rdim. Endi menga bu paytda birinchi kinoyim, katta kinoyim. Rahbarlar aytyaptiki, Farg'ona teatrida Mamasali zo'r o'ynab qo'ygan. Shuni olasan deydi. Shu birinchi kinomdan talashganman-da, "Yo'q, men Murodda o'ynataman" deb. Ana endi o'ynagandan keyin bilmayman, ilgari ishlaganman, ustalarni boshqa qiyin bo'ladi kino olish. Bu yerda o'ynaymiz, kulamiz, kinoni olamiz. Bu narsalarni o'ylab topadi o'zidan o'zi. Yo'q deyishga nima qilasan? Chunki yaxshi-da. Joyini topyapti. Joyida topyapti. Uni ustiga hali bizni Rifqat degan operatorimiz bor edi. Apparatni oldida o'tiradi, boshini yopaladi. Apparatda man qimillab ketadi, kulganidan, Murod qilgan ishiga kulganidan apparatlar qimillab ketadi. Ha, u paytda boshqacha kameralar edi-ku. Katta apparatlar bo'lardi, ha. Undan keyin birdaniga Temir xotinni olganimizdan keyin shunaqangi qildikki, har kuni tomoshabinlar oldiga chiqib ko'rsatishdan oldin hammamiz Jamshid ham hammamiz chiqib uchrashuv qilamiz va kinomizni ko'radi. Shu kinochilar uyida. Shu orasida Hamza teatrida xotinlar gapidan chiqqan Hangoma degan pyesa bor edi. Murod aytdi, "Shu yaxshi pyesa dedi." Borib ko'rib darrov ssenariy qilib Temir erkak bo'lgan ekan, Temir xotinini ham oldik-da. Ha. Endi bu yerda ham agar Murod bo'lmasa, u kino bo'lmasdi-da. Bo'lmasdi lekin. Murod shunaqangi ushlab turardi. Undan keyin haligi Usmon Azimning Sevgi degan kinosida bosh rolda o'ynadi. Keyin haligi bu chiroyli qo'shiq ham aytardi. Keyin haligi Xo'p bo'ladi jonim degan kino oldik, shunda ashula ham aytdi. Suyunchida ham o'ynaganlar. Ashula ham aytdi. Uni ustiga keyin haligi juda ham shaxsiy kinolar ko'payib ketgandan keyin bir kuni bir narsa gapirib, birasi aytib beraymi Samadaga dedi, sizga dedi. Desam, yaqinda dedi bitta kino borgan ekan, rahbariyat qabul qilmabdi dedi. Nimaga qabul qilmabdi desam, nega bu kinoda Murod Rajabov yo'q? To'g'ri aytganlar. Mamasol aka, meni kechirasiz-ku. Ming bor uzr, sizni ham o'zingizni o'rningiz bor albatta. Teatrda, kinoda, lekin siz ming marotaba to'g'ri qilgansiz. Murod Rajabovdan boshqasini bu yerda xalqcha hazm qilmasdi. Temir xotinda joyini topgan shu inson. To'g'risi. Murod akam syomkaga o'sha tasdiqlanganlaridan keyin o'tgan yil Mamasolning 70 yilligiga bordim. Borganda o'zi shu xotirani gapirib berdi. Murod akam borib agar men shu rolga tasdiqlandim, mabodo xafa bo'lmaysizmi degan ekanlar bor. Rozi rizoli so'ragan. Shunda bir aktyor, ulug' aktyor borib Mamasolidan, "Yo'q, ustoz, kimni lozim topilgan bo'lsa shu rejissyor ixtiyorida men roziman" degan ekan. Shunaqa birga o'ynab, undan keyin haligi bu rejissyor bo'ldi, o'zimiz qo'llab-quvvatladik. Men ozgina rahbariyatda ishlaganimda Chiqazib yuborganlarini aytmayapsiz-ku. endi. Necha marotaba chiqazib yuborgan ekanlar. Hattoki G'anazamni velosipedda olib kelgan sahnani ham o'zlari o'ylab topgan ekanlar. Temir xotin maylimi? Esamat aka, Jamshid aka menda qatnashganlar-ku. Olimtoyni o'ynagan. Aytib beradilar. Bular futbol o'ynashar ekan. Bo'sh vaqtda futbol. Sharof ham Boshbekov borib olgan. Sharof nima deydi? Murod, hammamiz futbol o'ynardik deb. Sharof yugurib yiqilgan, qo'lini sindirgan. Shu bilan tez yordam chaqirishdi. Sharofni nimaga yotqizib olib ketishyapti kasalxonaga. Kasalxonaga olib kiritib Murod hamma derazadan qarayapti, mana bunaqasiga qarab, endi Murod Rajabov ketyapti, hammasi ketyapti. Murod nima, "Voy otam" deb yig'lab kirib kelganmi kasalxonaga. Hamma garang nimaga unaqa bo'lyapti deb. Sharof, "Jidimisan? Nimaga unaqa deysiz?" "Voy jib yot. Voy otam."
Bizni dumalab kulyapmiz deylar. Hamma qaravati kulishni ham bilmaydi, yig'lashni ham bilmaydi. Mana shu qiladi, syomkadan tashqari ham. Jamshid akam aytib beradilar. Alomat o'lgan sahnaga buni yig'lab kelishini o'zi bir teatr, bir tomosha-da. To'g'ri, to'g'ri. Endi niyatimiz bor edi, ushalmay qoldi. Bobo Rahim Mashrabni o'ynatmoqchi edi. Gamletni o'ynamoqchi edilar. Yo'q, u teatrda o'ynamoqchi edi. Kinoda Bobo Rahim Mashrabni olaman deb mablag' ham topib qo'ygan edim. O'zi ham Mashrabga o'xshab qolgan payti edi-da. Endi joyi jannatda bo'lsin. Ajoyib aktyor edi. Buni aktyor qilgan nima deydi, institut boshqa emas. Mana shu yonidagi ustalari bilan birga yurib, Razo akam, Nabak akam, Farg'at opamlar bilan voy shunaqa shulardan qandaydir bolani ola bildi-da. Bolani ola bildi. Endi ko'p yil ishlaganlar bor, shuncha olamaganlar bor-da, shu bo'yi o'tib ketgan. Juda to'g'ri. Bu shu narsalarni ola bildi. Ham tomoshabinlar xalq nimani istayapti ko'rishni, eshitishni, shuni 90-yillar hali bir qiynalgan paytda magazinlarda ishladi bu. Magazinlarda ishladi. Hatto undan keyin haligi rol bo'lmagandan keyin institutda dars berdi. Taksistlik ham qildilar umrlarining oxirida. Endi qilmagan ish qolmadi, maqsad oilani boqish kerak. Lekin ana shu qiyinchiliklarning ichida buni mahorati yo'qolmadi. Pishdi. Qaytanga ko'proq xalqqa yoqadigan narsalarni topa bildi. Shuning uchun oramizda yo'qligi juda ham bilinyapti. Albatta, albatta. Bugun o'zbek teatr va kino san'atiga Murod Rajabov yetishmayaptilar. Qanchadan qancha kinolar olinyapti, qanchadan qancha xalqni dardini olib chiqishmoqchi bo'lishyapti. Qaysidir ma'noda o'xshayotgan bo'lsa, lekin baribir bitta joyda o'sha nima deydi, probel deymiz-ku, shu ochiqlik qolib ketyapti-da. O'sha narsa Murod Rajabov shu kemtiklikni to'ldirardilar-da. Man sal muhabbat ustoz oldida uzr so'rayman. Men sal orqaroqqa qaytaman aziz do'stlar. 50 yil orqaga qaytamiz. Biz Murod akamlar bitirib chiqqan auditoriyaga kirganmiz. Baxtiyor Sayfullayev, Murod aka chiqqan auditoriyaga kirganmiz o'qishga. Keyin o'qishni bitirganimizdan keyin Murod akam Qo'qon voqeasi degan filmga tasdiqlandi. Etabolovka kandidatlardi, Samat aka. Endi hozir biz o'zbekni temir xotini, o'zbekni qo'chqori deb esda qoldi-da tomoshabinlarimiz bugungi kunda. Lekin Murod akamni ampulasi men boshida ko'rganimda Ergash Qo'rboshini grim qilinganda ishoning shunda Yoshgvardiya teatri Qo'qonga nimaga borgan ekan? Sho'rol, ha. Qo'qonga O'tib ketdi. mana shu grimda ko'rib Murod akani oldiga kelib bo'lmasdi. Shundoq hali biz oldimizda ha qilib yurgan odamni shunda grim qilganda bitta qarashlarida nahab etiblar oldida hayron bo'lardi o'shalar. Murod akamda o'sha haqiqiy bir Qo'rboshlarga xos salobat. Amir Temurga o'xshagan nimalari, nigohlari bor edi-da. Men bir gap aytay. Mukarrama Turg'unboyeva ko'rgan ekanda shu kinoni. Bor ekan bizda erkaklar degan ekanda. Endi mana hurmatli mehmonlar, ustozlar, bu davrada haligi televideniyada ishlab yurgan odam nima qilib yuribdi degan savol tug'ilishi mumkin. Xabaringlar bor, bizni ayolimiz shu teatrda, Yoshgvardiya teatrida ishlab yurgan paytida shu haligi bir og'iz solib sovchilarni yubormoqchi bo'lib yurgan paytimizda meni kimligimni so'rash uchun teatrdan Murod akamni topishibdi-da. Shu kinoda ishlar ekan, Murod akam bilan birga bo'lgan ekan deb Murod akamdan kelib qaynog'am so'rabdilar. Zokir degan yigitga biz kuyov o'qimoqchimiz desa, men birga turdim u yigit bilan. Beringlar deb menga vakolata bo'lganlar. Kecha muhabbat bilan bu ko'rsatuv haqida mana hozir nega unutmoq oson emas dedingiz. Opa, biz o'tgan zamon fe'lida kelamiz, ijod qilamiz. Bizga onsan emas, ustozlar haqida kitob varaqlash, ular haqida gapirish juda og'ir.
har bitta yozayotgan tekstlarimizda ko'z oldimizda turishadi-da. Kecha bu maslahatlashdik, bunga keyin muhabbatga aytdik, muhabbat mana shu odam menga vakilota bo'lganlar. Bu juda katta mas'uliyatda. Menga vakil bo'lib o'sha Baxtiyor Ixtiyorov suhbatdan o'tkazdilar. Keyin men Murod akani suhbatlardan oldinroq o'tgan edim. Keyin qudachilikka men Nabakam bilan o'sha Qo'qon voqeasida bitta xonada turib, keyin Nabakamni men olib bordim. Mana shu odamlar guvohlik beradi deb, meni shu hayotimda juda katta rol o'ynagan insonlar va oxirigacha shuni akam bilan bordi keldi qilib yurdik. Doimiy ravishda xabaringiz bor, o'sha 77-yili ish qurbonlari degan asar qo'yilgan Yosh gvardiya teatrida. O'shanda Komil Yashin Komsomolskaya Pravda gazetasida O'zbekistonda Nurxon tug'ildi degan maqola yozganlar. Shunda Malika bilan Murod akam bosh rolda bo'lishganda, o'sha biz mana shu 50 yildan burun ustoz bilan birga bo'lib keldik. Hali ustoz siz aytmoqchi bo'lmaganlar. Biz endi mavzu misol og'irroq. Biz yoshlarga eslatib turishimiz kerak. Bugungi ko'rsatuvimiz mana shu yoshlarga biz ustozlarimiz bosib o'tgan yo'llarni eslatib turadigan ko'rsatuv. Nomini sal ranjitib qo'yish mumkin, lekin ilojimiz yo'q. Endi mana shunday o'tgan zamon fe'lida bugun ijod qilmasak ilojimiz yo'q. Ustoz Alloh rahmat qilsin. Umrini oxirigacha o'zini san'atga bag'ishladi. Qani endi biz yoshlarimiz ham shulardan o'rnak olib, butun umrini shu san'atga bag'ishlasa, albatta o'zbek san'ati, o'zbek kinosi, o'zbek teatr san'ati hali ko'p dunyoga yuz tutadi. Sog' bo'ling. Dunyoda majburiy tuyg'ular yo'q-da va tuyg'ular hech qachon millat tanlamaydi. Shunday bir tuyg'ular borki, bu umum insoniy tuyg'ular. Shularni ichida shu unutmoq oson emas degan so'zni o'zini bo'lishi, bu yoshlarga majburiy ravishda bo'lsa ham buni ongiga, shuuriga, tuyg'usiga singdirish. U ham bo'lsa o'sha adabiyotimiz, san'atimiz va albatta kinomizni, mana shu fidoyilarni unutish mumkin emas hech qachon. Unutish mumkin emas. Bu narsani sen unutsang, bu uvol degan narsa. Bu hattoki aytishadiki, Mukarrama Turg'unboyevada shu narsa bor edi. Tamara xonimda shu so'zni eshitganmanki, aytganlarini nima uchun sahna insonni peshonasi bilan baravar qilib ko'tariladi desa, chunki bunday insonlarni xalq hamisha sahnasida peshonasi bilan baravar azizlagani uchun. Alloh sahnadagi insonlarni boshqa insonlarga nisbatan bir qarich yuqorida aziz mukarram qilganligi uchun degan, qarang qanaqa bir gap. Shuning uchun ham azizlarimiz, yana o'sha gapga qaytamiz, bunday insonlarni hech qachon unutib bo'lmaydi. Chunki unutmoq oson emas ularni. Azim aka, Murod aka shu teatrga direktor bo'lgan chog'larida hozirgina gaplashib o'tirgandik. Mana Muhab derdilar. Muhab, kelmaysanmi? Hol ahvol so'rab. Hali endi 3 kun bo'ldi-ku desam, yo'q, keling. Menimcha men uzoq ishlamasam kerak degandilar. Nima, shunchalik qiyinmi? Buni tagida nima bor o'zi? Men anglab turib shu savol beryapman. Albatta o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Endi bu teatr rahbarligi umuman boshqa narsa. Ijod endi o'ziga yarasha ijodiy yo'nalishi boshqa. Shuning uchun Murod akam menimcha to'g'ri fikrlaganlar, to'g'ri aytganlar. Endi Murod akamga keladigan bo'lsak, Murod akam bilan haqiqatan ham biz juda ham yaqin edik. Mana Samat akam aytdilar, onamlar O'zbekiston xalq artisti Farog'at Rahmatova, Murod akamni opalari bilan, Adiba opa degan opalari bilan opa singil edi kelalari. Shu munosabat bilan, shu sabab bilan ham Murod akam ham teatrga direktor bo'lishlaridan oldin ham juda bizga ko'p kelardilar. Shuning uchun Murod akamni yoshligimdan bilardim. Murod akam juda ham haqiqatdan ham bir iste'dodli inson edilar. Shu iste'dodni ortida bir kamtarlik, bir nima deydi, xalqchillik, oddiy bir o'zimizga o'xshagan bir shunaqangi bir munosabatlari ham, muomalalari ham shunaqangi bir inson edilar. Ko'p gaplashganmiz, ko'p munosabatda bo'lganmiz. Hattoki mana shu oxirgi paytlarda hali oshga marhamat ko'rsatuvlariga ham taklif qilganlar. Azim chetga kelib bir ikkita qo'shiq aytasan, iloji bo'lsa jonli bo'ladi. Jonli qo'shiqlarni, jonli ijroni yaxshi ko'rardilar-da.
jonli etamiz o'sha yerda deb keyin o'sha oshga marhamat ko'rsatuvlariga bir necha marta borganman, qatnashganman. Shunda borib keyin karavotlar qilib qo'yilgandi, karavotlarda jonli ijroda qo'shiqlar ijro qilganmiz. Albatta Murod akam o'zbek san'atida yetishmaylar hozirgi payt. Teatr san'ati, kino san'atida ham umuman san'atda kamliklari bilinib turadi, lekin albatta biz hech qachon esimizdan chiqarmaymiz. Murod akam bizni qalbimizda, bizni yuragimizda, o'shaning uchun bizni xayolimizda doim eslaganda yaxshi gaplar bilan, iliq so'zlar bilan eslaymiz. Albatta Murod akam Alloh rahmat qilsin. Derazamning ostida tongda sayragan qush suzmasmi ota. Derazamning ostida tongda sayragan qush suzmasmi ota. Yotunimga ko'klam mozorda yopishgan gul suzmasmi ota. Yotunimga ko'klam mozorda yopishgan gul suzmasmi ota. Ne yildirki dunyoda yo'qsiz, yuragimga bitgan armonsiz. Ne yildirki dunyoda yo'qsiz, yuragimga bitgan armonsiz. Ko'rmagansiz mening o'g'limni, erkatoyim to'xim sho'ximni. Ko'rmagansiz mening o'g'limni, erkatoyim to'xim sho'ximni. Men ham yoshim o'tgani sayin, boshimga tushgani sayin. Men ham yoshim o'tgani sayin, boshimga tushgani sayin. Otam diye yerken oğlumni,
mozorda Yot unimga ko'klam mozorda Yopishgan gul sizmasmi ota Yot unimga ko'klam mozorda Yopishgan gul sizmasmi ota Sayragan qush sizmasmi ota Yopishgan gul sizmasmi ota Mahmud aka, sizni o'zingiz keling bir muxlis sifatida, oddiy bir muxlis sifatida, san'at vakili sifatida emas, shu Murod Rajabovdagi aynan hech kimda bo'lmagan bir xislatni e'tirof eta olasizmi? Mana shu uchun ham men yaxshi ko'raman degan bir e'tirofingizni bilmoqchi edim. Avvalambor men Murod akadagi o'sha oddiylik, samimiylikka qoyil qolganman. Ko'p endi men yoshlikdan yaxshi bilganman u insonni, ko'p joylarda, ko'p tadbirlarda birga bo'lganmiz. O'zi bilardim, lekin bir shu so'lim haqida gapirganingiz uchun aytib o'tmoqchiman. O'sha vafotlardan 1-2 yil oldinmi esimda yo'q. Bir joyda men bir ertalabki o'zimizni nahorga oshda xizmatda bo'ldim-da. Shu yerga bir o'zlarini tegishli do'stlari, yora birodarlari bilan shunaqa bir aslida u bir sport bilan shug'ullanuvchilarni to'yi edi, shunaqa joy. Kelib qoldilar. Shunda kirib o'sha o'tirdilar. Men ko'rib turibman, endi men tepada sahnada ashula aytib o'tiribman. Endi oshda bilasiz, o'sha klassik qo'shiqlarimizdan maqomlardan ijro etiladi. U kishi oshni yeb bo'ldilar-da, pataqa bo'lgandan keyin hamma turib ketgan, u kishi joylarida qoldilar. Qoldilar. Choy ichib o'tirdilar. Men xizmatni qilib bo'ldim, osh tugadi. Shu xizmatni qilib bo'lgunimcha shu yerda ashula eshitib o'tirdilar. Keyin men bilardim endi shu so'limni yaxshi ko'rishlarini, so'limni ham aytib berdim, yana boshda aytgan edim ular kelguncha. Yana qaytadan aytib berdim, shu mazza qilib o'tirdilar-da. Xizmat tugagandan keyin biz ham turdik, oxir tugagandan keyin tashqariga chiqdik, ko'chada chiqib men bilan gaplashib o'tirdilar. Mazza qildim. Shu oxirigacha kutib o'tirdilar. Keyin suhbatlashdik. Mazza qilib eshitdim. Bugun men bir yayradim, yaqinlarimniki edi bu, shuning uchun mazza qilib o'tirdim. Turib ketmadilar-da, shu san'atni, ya'ni ashulani, qo'shiqlarni shunaqa yaxshi ko'rardilar endi. Shuning uchun u kishining oddiyligi, samimiyligi, o'sha xalq bilan birga shu o'zlarini unaqa endi men falonchiman deb oy yurmasliklariga men qoyil qolardim. Shuning uchun endi Alloh rahmat qilsin, ajoyib insondilar. Albatta, rahmat. Yarını oynak din qarangna uyquda yotganmikin Yarını oynak din qarangna uyquda yotganmikin Yoki qilganna olishun uyqudan uyg'otganmikin Yoki qilganna olishun uyqudan uyg'otganmikin Biz tarafga bir kirishni ixtiyor aylab magar Biz tarafga bir kirishni
ixtiyor aynab magar yonida yotgan afsun birlab uxlatganmikin Atır boyar dimog'iga yetishgach sabah tong shamoli ko'kilmush keyin qo'zg'atganmikin tun yarimda kun tug'urdi yoki beparvo chiqib tun yarimda kun tug'urdi yoki beparvo chiqib Ağayga ko'rsatganmikin Oftobi tal'atibi sanar qilganda to'lgan oy singan sopolgani o'zni o'xshatganmikin kapkidek mastona parvoz aylaganda ulpari kapkidek mastona parvoz aylaganda ulpari Ovchilar domiga o'zini yo'lda ishlatganmikin so'zda ilohiylik borda Zokir aka, so'zda ilohiylik bor. Shuning uchun ham u o'sha boshqacha qalb egalariga boshqacha yetib borganligi uchun ham o'sha insonlar boshqacha bo'lishadi-da. To'g'rimi? Aleksandr aka, Sasha aka. Siz bilan aynan Murod akamni bog'laydigan shunday bir rishtalar borki, keling, men uni aytmay, hozir o'zingiz gapirib berasiz. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Men uchun Murod Rajab, O'zbekiston xalq artisti Murod Rajab haqida gapirish ham hayajonli, ham faxrli. Negaki hali biz san'at ostonasiga qadam qo'ymasdan oldindan teleekranlarda, kino teatrlarda, hali katta sahnalarda Murod akam ko'rib yurganmiz. Yoshligimizda ko'rib, shularga havas qilganmiz-da. Endi to'g'risi mana endi bular bilan yaqinligim qanaqa bo'lganki, hayotda masalan, hayotda 2004-yilda biz bitta filmda birga o'ynadik. Qora yo'l degan filmda bu Zominda olindi. Zomindan kirib ketgandan keyin Zominning tepasida 5 quba degan joyi bor ekan. Ot to'g'risida film olingan. Bahodir Odilov rejissyor olgan, taniysiz yaxshi. Shunda yaqin bo'lib, yonma-yon yurib, ya'ni bilasizlar, mana endi Isomat akam yaxshi biladiki, sizni joyingiz kelguncha kutib yotasiz 2 kunlab, 3 kunlab yoki bo'lmasa olib bo'lgandan keyin sizlar yana 3-4 kundan keyin kelasizlar deb jo'natib
birga yurganman, ko'p yurganman va yaqindan men uchun faxr bo'lgan shunday inson bilan bitta filmda kichkinaroq rol bo'lsa ham birga. Men militsionerni o'ynaganman, bular raisni o'ynaganlar. Rais. Ha. Shunda birga yo'llarda qatnab yurganmiz. Oyoqlari og'rirdi. Men Isamat akam yaxshi bilsa kerak, oyoqlarini bosa olmasdilar. Yo'l-yo'lakay yurganlarimizda o'tda bitta to'xtasak, yugurib butun haligi xalqimiz yaxshi ko'rardi, yugurib chopib kelardi oldilariga-da. Demoqchimanki, bir inson bilan borgan sari yaqinlashib borib, bizga mana rahbar ham bo'lib kelganlar teatrga. Men bir narsaga e'tibor qilganmanki, bular o'ta ijodkor odam. Haligi qolipdagi emas, qolipdan chiqib ketibman. Isamat akamni ham qiynab yuborgan bo'lsalar kerak filmda hamki, ssenariydan chiqib ketib bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham shu o'zlarini ijodiy tomonlama hissasini qo'shardilar. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, Murod akamni o'ynagan rollarda oldingi siz aytgan Qo'qon voqeasi bo'ladimi, eski filmlar bo'ladimi, yangisi bo'ladimi? Shuni ko'rsangiz, o'zingizni amakingizni ko'rgandek, tog'ingizni ko'rgandek, qo'shningizni, ulfatingizni, qishloqdoshingizni shunaqa insonlar bor-da, yonimizda bor. Lekin uni o'ylab topib, unga e'tibor qilib, shunaqa qilib olib chiqadigan Murod Rajab bo'lgan. Shuning uchun ham xalqimizni dilidan, yuragidan, qalbidan joy olgan san'atkor. Hali aytadi-yu, tabib emas, boshidan o'tkazgan. Bu aktyor bo'lganimiz uchun aytamizda. Bular bizani teatrga kelib, Matonat degan spektakllarni qo'ydilar. Ishlash jarayonlarida men qatnashib ko'rdimki, yondashlari o'zgachada, umuman xalqchin. Bir yangilik yaratish uchun, faqat shu haligi eskidan qolgan yo'l emas. Hozir innovatsiya deydimi, hozir tilni aytganda, shu qilgan ishlarida, ijodida innovatsiya bordi bilanda. Shu nima bo'lsinki, bu tragediya bo'ladimi, komediya bo'ladimi, drama bo'ladimi, qaysi janr bo'yicha bo'lsa ham, bular o'zlari boshqacha bir yo'l yaratardilar. Mana oddiy narsa bu yerda mana tushungan odamlar o'tiribdi. Isamat akam kinosi ham o'sha Temir xotinda ham paxtazorlarda yurib hindcha qo'shiqlar aytishlari, bir qaraganda ayrimlarga bir jiddiy odamlarga baskanadek bo'lishi mumkin, lekin ko'rib, kulib, ko'ngling ko'tarilib, kayfiyating, ruhiyatingga ruh qo'shilib, bularni o'ynagan roldan albatta bahramand bo'lib odam ruhiy bir malham. Endi u dard shunchalik og'irki, o'sha paytda uni aytishni o'zi Samat akam aytganlaridek bir san'at edi o'sha davrda. Bu dardni aytgan Sharof Boshbekovni qarangda. Lekin unga agar bu egatlardagi o'sha hindcha qo'shiqni Dilorom Egamberdiyeva bilan kuylagani qo'shishmasa, menimcha u narsani o'tkazishmasdi o'sha paytdagi kino. Xudsavet deymiz-ku. Samat akam shunga haligi dabitsa deydi, shunga qilganlar o'ynadi. Mamasola akamni o'ziga yarasha yo'llari juda kuchli yo'llari bor. Ular ham qoyil qolmasdan iloji. Lekin Murod Rajab boshqa bar. Boshqacha yo'nalish, bularniki boshqacha yo'l. Mana qo'shiqchilikda ham yo'nalishlar borki, har xil. Bitta qo'shiqni har kim boshqacha yurak qo'shib aytadi. Albatta. Bir joyiga tushganki, ko'rgan odam hamma narsani unutadi-da. Shu televideniya orqali ko'rgan bo'lsangiz, televideniyaning ichiga kirib ketadi, kinoteatrlarda ko'rsangiz shunaqa bo'lib, ruhidan o'zligingdan chiqib ketib, bularni ko'ziga qarab. Mana yana bir narsa esimga tushdi hozir. Bir marta bizga rahbariyat kelganda, teatrimizga kelganda, teatrga chiroyli odamlar chiqish kerak, go'zal bo'lish kerak, yigitmi, qizmi u deganda men ham gaplarni bo'lib yonmay o'tirishibdi nima bilan, Murod Rajab bilan o'tirishganda, kechirasiz deganman. Nima gap deganlar. Murod Rajab chiroylimi? Yosh Burxonov chiroyli bo'lganmi? Ularning yuragi, qalbi chiroyli bo'lgan, go'zal bo'lgan, xalqchim bo'lgani uchun ham xalqni dilidan, xalqni yuragidan joy olganlar-da. Men juda ham bugungi kunda yetishmayotgan deb tuyulyapti, chunki hozirgi mana ayrim o'zimiz ham qatnashyapmiz, seriallar bor, hozirgi kinolar bor bir ikkita. O'sha insonlar yetishmayapti-da. Men o'ylaymanki, mana shu O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovgacha ham qancha yulduzlar bo'lsa, qilib ketgan kino sohasida, teatr sohasida qilib ketgan san'ati, ijodi bo'lsa, bularniki ham o'ziga yarasha bir nur, yorug'lik berib turgan bir aktyorimiz. Albatta. Biz berib qo'ydik. Bu bizani o'zbek xalqini bular bir xazinasi bular. Bular bir boyligi. Shu boyligi endi ketgan bir paytda bugungi mana shu ko'rsatuvingizga men alohida rahmat demoqchimanki, bizani yoshlarimiz bilish kerak. Hozirgi aktyor yoshlarimiz, birdan yulduz bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarimiz bor. Birdan tanilmoqchi bor. Men shunday paytlarni bilamanki,
Murod Rajabov yonida ayrim paytda mana boshqalarga bir boshqacha tushun bo'lar, mana Turg'un akam. Obed qilishga ham puli qolmagan paytlarni bilaman. Ular faqat borlig'ini, yuragini, qalbini, hamma narsasini, yurish turishini ijodga, san'atga bag'ishlagan insonlar. Men bugungi kunda shular to'g'risida gapirganimdan juda ham bir faxrlanib gapiryapmanki, shularni yonida yurib, ular faqat nafaqat syomishniy plashatkada yoki bo'lmasam nafaqat teatr ijod paytida tashqarida gaplashib o'tirganimizda ham ko'p narsalarni o'rganganmiz. Hayot to'g'risida ham bularni o'qigani, bilgani, ustozlardan eshitganiyu bularni, shularni estafeta sifatida bizlarga aytib bersalar va aytib berganlarida bilasizmi, ko'pchilik aytib beradi bir narsani. Ular aytib berganda bularni gaplari yuragingga muhrlanib qoladigan, bir o'rnak bo'ladigan, bir umr toshga yozilgan naqshga o'xshagan. Va naqsh so'zini men hali ham aytmoqchi edim. Bular rol o'ynaganda mana bir xil rol bo'lsa, bular naqsh qo'yishni bilardilar rolga. Rolni bezatishni, go'zal qilishni va tezroq e'tiborga tushib, bor aytdimki, qaysi rol bo'lmasin, tragediya bo'ladimi, drama bo'ladimi, mana hozir eski filmlarda sallalarni o'rab o'ynagan kinolarda ham shunday qarashlarda so'zsiz qarashlarda jon-joningga, yuragingga yetib boradigan rollar bilan xizmat qilganlar, xalqimizga xizmat qilganlar. Shunday ijodkorlarimiz bilan bo'lganligidan, shular bilan yonida yurganligimizdan Allohga beada shukrlar qilaman. Joylari jannatdan bo'lsin ilohim. O'sha davr ruhiga beixtiyor singib ketasizda, lekin keyingi bir aktyor yana oldiga kelib qoladi, ha, bu aytgancha deb qo'yasizda. Bu nimadan darak beradi? Qarang, shu aktyorlar ham ikki xil bo'ladimi deymanda. Qolipni ichida rollarni o'ynaydiganlar va o'sha qolipni ichida faqat qoladiganlar chiqa olmaydi va qolipni ichini yorib chiqadiganlar. Ya'ni ustozlarimiz aytishardiki, mana dramaturg deydi, yozuvchi deydi, asarni yozadigan yozdi o'zini ishi qildi ketish kerak u deydi. Rejissor o'zini ishini qiladi. O'zini ishini qilib u ham tashqariga chiqib turish, aktyor halollab oiligini nonini yeyish uchun aktyor ham o'zini hissasini qo'shish kerak-da. Endi shunaqa aktyorlar qo'shadigan, o'zidan yordam beradigan aktyorlar hamma rejissorlarga kerak. Mana rejissorimiz o'tiribdi, chunki rejissorni fikrini, boshqasini boyitsa boyitadiki, yerga tushirmaydi. Meni fikrim yana bitta ustozni yonida aytmoqchimanki, yaxshi aktyor yomon asarni ham zo'r qila oladi. Yomon aktyor yaxshi asarni ham bir xil qiladi. Yo'q, aktyorlar ikki xil toifaga bo'linadi-da. Navbati kelganda gapirib ketar ekan aktyorlar bor. Murodga o'xshaganlar bor. Boshdan oxirigacha yashaydi. Juda bo'lmasa orasidan qo'yaveradi. Shuni o'zi monolog. Shuni o'zi aytib yashaydi. Mana shu aytayotgan gapingga baho berib ham ketaveradi-da. Shu xalqchil, ana shuning uchun boshdan oxirigacha shuni ichida yashaydi-da. Albatta. Samat aka o'sha paytda senzura bo'lgan, haligi o'rikcha so'kkan so'zlari bor. Qanaqa o'tganding? Qanaqa qilib o'tib ketgan Nabakani otib qo'ydi deb. Chunki bu xalqimizning xalqimizning orasida bor odamlarni ko'rasizda shunda. Qarang, ayrim bir erkaklarning qo'shig'iga aylangan so'zlarda ular. O'xshamaganda bu. Yo'q, endi shunaqa. Shu o'zbegimiz ruscha so'kish ham o'zimizning tilda yedirganda. Shunaqa yedirgan. Yana bir narsani aytib o'tay, o'sha filmda qatnashib yo'l yo'lakay oyoqlarini bosa olmaydilar-da, yurtdilar, sal beli og'riydilar, lekin yugurib chopib o'ynash kerak-da. So'kinib o'ynaydilar. U yerda endi ham kulging keladi, ham keyin yo'llarda kelsak, yo'llarda asalari boqib yurgan shu yerdagi insonlar bor-da. To'xtatib yuborma, shu yerda belim bo'lmayapti, ha, asalariga chaqtirsa, davo deb aytishib borib, yoniga borsa, u asalari nimachilar yonida Murod Rajabov turibdi. Hayron. Ha? Yo'q, tushingizni ko'ryapti, tushda bo'layapti deb hazillashaman men. Murod Rajabov tushingizda, siz qayerda uyg'oning desam hazillashardik-da. Keyin orqalariga olib, nimani olib chaqtirishardi. Jiz voy deb. Borib shu oddiy xalq deb yonida osmonlik, yo bo'lmasam bir o'zini bir viqor bilan olish, boshqa hech narsa yo'q-da. Shu yoshlarga o'rnak bo'ladigan tomonlari juda ko'p bo'lgan. Albatta. Endi kino olami boshqa olam, teatr olami boshqa olamda. Kinodagi sani roling butun umrga sani muhrlanganing. Ya'ni kim sani butun boshli o'sha avloding, ajdoding ko'rganda ham uyalmaslik. Men aytamanki, hattoki Nafisaxon ayamiz ham ayollari
davom etar ekan, nima qilasiz shunaqa gaplarni qo'shib, nima kerak edi shunaqa rollarni o'ynamang bunaqa bachkana rollarni derkanlarda. Unga keyin Murod aka aytar ekanlar, onasi Nafisaxon, sizni so'zingizni hech qachon ikki qilmaganman, lekin shu narsangizni baribir ikki qilaman desalar, doim shunaqasiz desalar, yo eshiting mani. Endi bitta gap bor. Shu men agar bachkana bo'lsam ham odamlar meni yaxshi ko'radi. Hattoki deydilar, bozorlarda yura olmasdik deydilar. O'shaning o'zida ham qaysi biridir asablariga tekadigan bo'lsa, shundoqqina so'kadi deb hozir ular kutarkanda, ular shunaqangi madaniyat bilan chiqib ketar ekanlar. Onasi yonimdaligi shu xalaqit berdi, bo'lmasa boplab so'kardim derkanlarda. Yana bitta narsa borki, mana o'zimiz eshitgan gaplardan ko'pincha aytishardi. Nima ha deb shu chiqaveradilar, hamma narsada chiqaveradilar, undoq qilaveradi dedilar. Mana hozir qarangki, reklamalarga. Demoqchimanki, moddiy tomonni ham o'ylashgan. Chunki bola chaqa bor, yeyish ichish bor, boshqa bor. Demoqchimanki, o'zim ham shu paytlar eshitib, o'zimga ham shunaqa tuyulgandek bo'lardi. Mana hozir o'zimiz ham ayrim narsalarga xohlamasak ham chiqamiz. Lekin Sasha aka, uzr gapingiz bo'laman, qarang. Shunchalik mana shu qiyinchiliklar ichida Murod Rajabovni hech qachon hech kim to'ychi san'atkor demagan, umuman to'yga chiqmagan ekanlar. Qancha qiynalsalar ham, lekin bir marotaba kelmayli, shu ro'zg'orim qiynalyapti-ku, bolalarimning yeyishiga non yo'q-ku deb bir marotaba bo'lsa ham hech qachon shu to'yga chiqmagan ekanlar. Men to'ychi emasman derkanlar. Qarang, baribir o'ziga o'sha berilgan ichki yuksak baho bo'lgan. Ammo mana bu qator hozirga keltirgan misollarimiz, o'sha so'kuv yuborishlar bular, men o'ylaymanki o'sha Yuriy Nikulin aytganidaka, o'sha joyiga tushganda, shuning uchun ham xalq 10 marta hozir qaytib qo'ying, o'sha Temur xotinni yoki o'sha kelganda kelinlarni maza qilib tomosha qiladi baribir. Men qarang, Qo'chqor aka. Bu hazilizmi yo chinizmi, ha? Hazil pasili yo'q, uka. Kerak bo'lsa keyingi hafta to'y ham qo'yaraman. Nima deyapsan? Yo'q. Shahardan artist paslan o'zing olib kelasan-da. Sher kelmaydi. Xo'p, kelnayimlar-chi. Ular ham nikohdagi xotinsiz-ku. Nimalar deyapsiz o'zi Qo'chqor aka? Qaysi kerak? Seni so'rayapman, o bola. Qaysi kerak? Ana kerak. Eriga xotin bo'lib, hali uyga, ro'zg'origa ega bo'lib o'tiribdi. Bildingmi, haligi likka onasiniki ketib qolayotgani yo'q, ha. Qo'chqor aka, bu 7 yil byurokratlar bilan olishib, sizga xotin yasagan ekanmiz-da. Tinga shakar. Rahmat jonim. Yaqara, yaxshi kunlaringda xizmat qilaysan. Bizdan qaytmasa endi bola chaqadan qaytadi, ha. Bola chaqalardan-dek. Qo'chqor aka, hali kichkina robotchalardan ham yasab ber dersiz, ha? Bu yoqqa aralashma endi. Aralashma, kerak bo'lsa o'zimiz yasab olamiz. Bildingmi? Bar ishingni qil, ha. Ana chizig'ingchis, bar. Bahçelerde kızıl günler Tirganda men dedim sensin Cananlarni cananım Ko'rganda men dedim sensin Bahçelerde kızıl günler Tirganda men dedim sensin Cananlarni cananım Ko'rganda men dedim sensin Dünya kadar sevib seni Kel canım kel Yonimga kel
shod ko'ngil yillar bo'yi seni deyman. Dünya kadar sevip seni kel canım ki yanımga kel. Bu shod ko'ngil yillar bo'yi seni deyman. Alamlarda, hasratlarda seni yoddan sakladım men seni deyip kecha kunduz chin bir orzu xohladim men. Alamlarda, hasratlarda seni yoddan sakladım men seni deyip kecha kunduz chin bir orzu xohladim men. Dünya kadar sevip seni kel canım kel yanımga kel. Bu shod ko'ngil yillar bo'yi seni deyman. Dünya kadar sevip seni kel canım kel yanımga kel. Bu shod ko'ngil yillar bo'yi seni deyman. Turg'un aka, hammani mazza qilib tinglab o'tiribsiz. Siz baxtli bir ijodkorsiz-da. Chunki shu inson bilan bir necha dialoglaringizni men shaxsan o'zim eshitganman va eng asosiysi o'sha insondagi ayrim bir xislatlar sizda ham bor. O'zingizga ham aytishganmi? Albatta. Ya bor, mana hozir eshitasiz. Yuqqan. Shunday insonlar bo'ladiki, ijodkorlar. Ha. O'zi tiriklik paytda qilgan ishlari bilan, salmoqli bir ijodi bilan o'ziga haykal qo'yib ketadi. Ha. Murod Rajabov xuddi shunday o'ziga haykal qo'yib ketdi. Mana hozir har bitta rollarini ko'rsangiz, katta salmoqli, bir xalqning qalbiga, yuragiga kirib borgan, u odam bilan suhbatlashsangiz maza qilardingiz. Shu o kishi direktor bo'lib keldilar, men meskom raisi, ya'ni mahalliy komiteti raisiman. Turg'un aka deb gapirardilar menga. U kishi 49-yil, men 55-yil. 9 yosh, 10 yosh, men yoshman, Turg'un aka deb gapirardi. O'zlari aytib bergan bitta voqea. Shu rubob chalib ashula aytar ekanlar-da, ovozi endi ketgan keyin xirrillagan. Uyga kelardimlar dedilar, "Araga nimani rubob chalib, ichkariga uyga kirib qilib aytib tursalar, otalarga, "O, menga qara, jonga tegdik." Bir ko'chaga chiqib chaldi. Ko'chaga chiqib chaldisalar, ko'cha
keyin ko'chaga chiqib haligi nima qilib chalib tursalar u yerda tok ishlayotgan bo'ladilarda manga qara u jonga tegib bor uyga kirib chal mana shunday qilib deydilar qochib yurib ana shuni biz olib chiqqanmiz nimada agar rejissyor rus agar san'at ahli shu rejissyorlardan iltimos qilardim shu suhbatimizni paytda 25 yilligida nimani Sudiyonani 25 yilligida ana o'sha yerdagi so'zlar boru hammasini Murod akam o'zi to'qigan. Tushunyapsizmi? O'zi Toshbolta oshiq spektakldan olingan bu. Ey ko'ngil toshib sayra gul fasli chaman ya shuni qilganmiz. Shunda hamma so'zimizga har birimizga so'zlarni boshqasini hammasini topib berganlar. Hattoki shuni shunchalik xalqning qalbidan joy olgani o'tgan yili Navro'zda meni chaqirtirib, shuni tiklang. Atrofimizdagi bir ikkita odamlarni olib, shu Murod akani hurmati shuni qo'yaylik. Shuni Navro'z bayramida qo'yildi shu. Murod akani bir hokisor odam edi, bilasizmi? Shu safarlarda bilinardi. Safarlar, sodda safarlarga borsak, shu cho'ntagida bor imkoniyatini shu nima qilib bo'lsa ham shu sochardilar. Hech bir masalan yo'q, mana bu ertaga kerak-ku. Shunga hayron bo'lyapman. Sizda bunaqa odat yo'q-ku. Ha, bu savolga hozir javob beramiz. Endi Muhabbatxon yana bitta voqea bo'lgan. Uni hech qayerda aytganim yo'q. Murod aka ham bor edi o'shanda. Mana qarang. Men Rustam Madiyev, rahmat. Lutfulla aka Sa'dullayev. Bu juda katta buyuklar bilan bo'lgan voqea. Men hech qayerda aytmaganman, shu yerda aytaman chunki Murod akam ham bor edilar bu voqeada. Jonli ijro Komsomol haqida she'r o'qiyapmiz. 80-85-yillar. Men Rustam ikkalamiz tepada, oldinda Murod akam, bu yoqda nima Xayrilla akam, Xayrilla Sa'diyev, Lutfulla Sa'dullayev. 5 kishi o'qiyapmiz. Shu yerda shunday turibmiz. Nima ham bor? O'lmas Alxo'jayev ham bor. Mana qarang qanday buyuklar katta. Hammamiz to'rt qator she'r o'qiyapmiz. Jonli ijro. Nabijon Sobirjonov rejissyor. U kishi kelib aytdi: "Voy dedi, voy operatorlar, qaranglar, nima operatorlar bo'ladi bittada. Sizlar so'zlaringdan adashmanglar, tag'i yo'talib yormanglar, haligi apshu qilib yormanglar" deb tayinlayapti endi. Tayinlayaptiki, shu to'rt qator yodlanglar. Keyin oxiri nima qildim men? Endi bir kun to'yda bo'lganman, o'sha vaqtda to'y sezoni bo'lgan. So'z yodmas. 2 qatorli kelyapti, 3-chi qator kelmayapti. Nima qilib? Oldimda Xayrilla akam turibdi. Xayrilla akam shunday qog'oz oldi. Xayrilla akamning yelkalariga shunday qistirib qo'ydim. Ani qator uchalasi turibdi, men orqada. Ani endi boshladim. Operatorlar olyapti. Shuni Komsomol. Mendan oldin Xayrilla akam o'qidilar. Xayrilla akam o'qidilarda to'g'ri o'qimadilar-da, u kishi ham. Komsomol, hayotda sen nima dedi, ketdi so'z pastga qarab. Hali yelkadagi so'z tushib ketdi. Nima qilishni bilmayman endi. Men boshladim. Komsomol, dav yuraksan, Komsomol. Qarasam yo'q so'z. Dedimda sekin endi meni ko'rsatmay qo'ya qolsin deb sekin egilib chiqib ketsam, operator rus edi. U Komsomollarning ichida shunaqa sotqini ham bo'lgan deb chiqib ketganimgacha. Chiqib yemaklab, sahnadan chiqib ketmoqchi olganda. Shunda Murod aka big'idi. Tamam, hammamiz ketdik. San'atdan hammamiz yo'q bo'ldik deganlar. Keyin Nobakani oldiga chiqsak, yuraklarni ushlab o'tiribdilar. Yo ertasi kuni hammamiz chaqirgan, keyin kelib tushuntirganmiz. Shunday qilib o'tib ketgan. Aytmoqchimanki, u kishi bir qop yong'oq edilar-da. Men har bitta gapni gapirganda ham bir ilmoli gaplar, haligi laqab qo'yishlarga ham juda usta edilar. Biron kishini bir gapirib tursa, falonchiga o'xshar ekanmi, desalar, big'illayotverardik. O'zlari hech narsa demay o'tiraveradi. Ilohim Alloh rahmat qilsin. Kichkina tabibda shunday bir sahna bor, Isomat aka. Murod Rajabov xayrlashib ketayotgan chog'da o'sha qo'shiq qo'yiladi. Sensan sevarim, xoh inon, xoh inonma. Shu qo'shiqni ostida xirgoyi qilib Murod Rajabov xayrlashib chiqib ketadilar-da. Kichkina tabib degan filmida eslasanglar kerak. Kelinglar, xalqimiz juda yaxshi ko'radigan bir sahna bu. Hozir shundan bir parcha yana tomosha qilamiz, marhamat. Sen kichkina tabib emassan. Kichkina aldoqchi ekansan. Sen voy tuzaladi dedingda bola nega bu tuzalmayapti? O mana bularniki buchi qurib qo'yman.
Voy, men qancha urib ketganman. Men bularni bolalarim uchun emas, men shu nevaram uchun qurganman. Men yo'lda 9 ta xona bor qali. Yo'q bo'lar, Nigorani qanchalik yaxshi ko'rishni bilasan-ku? Bilasan-ku? Nega bu battar bo'lib ketyapti? Nega? Yor. Voy, axir uning gunohi nima? Men chidamayman bu yor, chidamayman. Unda hech qanaqa gunoh yo'q. Lekin sizda gunoh bor. U ertalabgacha albatta tuzaladi. Lekin siz o'lishingiz mumkin. Men shundan qo'rqyapman. Sen aldanibsanmi bola? Yo'q. Qo'lingizni bering. Tezroq. Mana qo'lim. Nevaramni tuzatsang bo'ldi. Men o'lsam ham mayli. Tuzatasanmi? Yaxshi. Bo'ldi, yig'lama. To'xtang, xo'jayin. To'xtang. Mana sizlardan boraman. To'xtang. Shundoq yorug' kunda qayerga olib ketishyapti sizni? Xo'jayin, mana qasamimdan ham voz kechib yubordim. Xo'jayin. Oxiri gapirding-ku, Mashrab. Xursandman bundan. Xo'jayin. Omon bo'l, og'ayni. Bolalarni senga topshirdim, qarab turgin. Mani o'zimga javob beradigan joylarim bor. Xo'jayin, siz men nima qilaman? Falakka yetar iymon, hijron kechasi charxi falakka. Ular faqat kinoda xayrlashdilar. Ammo xalqimiz hech qachon ular bilan xayrlashmagan. Bugun bir necha e'tiroflar bo'ldi, azizlar. Har biringizni qalbingizda bugun Murod Rajabovning haykali yana bir marotaba bo'y ko'targan bo'lsa ajab emas. E'tiroflar, unvonlar, bular hayotning, masalaning bir tomoni. Ammo xalq yaxshi ko'rib, xalqning mehriga sazovor bo'lmaslik esa bularning barchasining aksi. Lekin uning tirik chog'idayoq xalq allaqachon unga mehr muhabbati-yu e'tirofini berib bo'lgan edi. Xuddi shu ma'noda bizning xalqimiz, millatimiz bu bizning Murod Rajabovimiz deb e'tirof etishida albatta haq edi. Shunday insonlar bo'ladi, azizlar. Ularni hech qachon unutib bo'lmaydi. Chunki ular tirik chog'idayoq barcha qilgan ishlarida, barcha yaratgan obrazlarida o'zlarining ichki olamlarini allaqachon xalqning qalbiga, abadiyatga, manguga muhrlab ulgurgan bo'lishadi. Xuddi shu ma'noda ularni hech qachon unutib bo'lmaydi. Chunki unutmoq oson emas-da ularni. Yaxshi inson yashab o'tdi desalar, shu ham bir hikmat-ku ketar chog'ingda. Demak, bejiz ketmabdi umr. Nedir qoldiribsan umr bog'ida. Azizlar, yana yaxshi insonlarni, millatimizning asl farzandlarini xotirlashda didorlashguncha